Nexia 2, Nexia 1 rulay kolonkasining mitkasi. Nechta tish ko'rinib turibdi? 1, 2, 3 ta tish ko'rinib turibdi. 3 ta tish ko'ringan holatiga hop, bunisi mana shu yarim oyi mana bu nuqtaga to'g'ri kelyapti. Bo'ldi. Bemalol yechib bo'ladi. Endi yana xuddi shuni qilib qo'yamiz. Hasan shogirdim bu. Bu Shirka. Masrur. Ma, o'g'a, anoy. Ma. Kimda oting? Mama. Yo, bu. Akobir, ma. Men olib ket. Ha, bilib qoldi. O'chiramiz. Endi YouTube'ga qo'yamiz buni. Xalma qilibdi. Qochib ketdi videoga olganimga. Bu ekonlarga yechish 17 ta icholi, astagan burab chiqarsan chiqadi bu. Hop, mitkasi. Bunakida 3 ta tishiga. Bunakida buni yarim oyi pastga nuqtaga, ammo nuqtachasiga to'g'ri keladi. Hop. Asta-asta o'sgan bo'ladi. Burasi chiqib keladi lekin burasi. Biroq aylantirib chiqadi. Bu bir shaybachasi bo'ldi, shaybachani olish kerak edi. Mana shaybani o'zini ol. Biron nima qo'yib turib ursak ham chiqadi agar. Geyshnicha qo'yib urib chiqaman. Palakat. Bo'ldi. Da. Bunisi so'ra sanlik. Bu to'xta, sanlik ko'ra olamiz. Sanlik mana shaq turadi. Yangi sanlik qo'yamiz shayba. Bo'ldi. Va bizning qo'yib qo'yamiz. Ba 15 ligini yechamiz. Chiqib keladi. Da. 15 kilish bilan bo'shatib bunisini yecha olamiz. Hisoblanadi. Geykan yecha olmas turib, geykan o'z bilan asta tashqaridan o'zi urib chiqarib olsak bo'ladi. Alloh qo'ysin. Yetarli chiqqan. Salinglar chiqmagan buni. Yo'q hali. Ha, bo'ldi, yo'q oqa. Stopir chiqqanmi, stopirlar? Stopir chiqarildi. Bo'ldi. Stopir va temiri. Bo'ldi. Stopir shaybasi cholingan, rezba bo'shatolingan. Rezbani bo'shatishdan oldin обязательно yoniga upor berib urib chiqarish kerak. Ursa bo'shaydi ozroqgina. Bo'lmasa bo'shamaydi. Sanligi turibdi buni. Bo'ldi, to'xtab tur. Anoni ligirovkani yech birinchi. Ligirovkani. Kontrni bo'shatasan-da, ligirovkani yech olasan, keyin chiqib keladi. Mana. Normalni qotirish kerak-da shuni. Alyuminda sinib ketishi mumkin. Bo'ldi. Meni bo'shatma. Rul ligirovkasi, buni bila olish kerak. Обязательно bo'shatamiz, buni qimirlatmasdan bo'shatib, kulishni qo'yiladi, qisib ko'riladi. Qancha qisilgan ko'riladi. Bo'ldi, keyin qo'yguncha xuddi o'shani qisib, bo'shatib, kontr qotirib qo'yiladi. Zavodskiy mitga tushadi. Bo'shatamiz. Yo, nabrot qo'yish kerak, kulishni noto'g'ri qo'ygan kulishni emas. Bo'shatish kerak, mana shuni qo'yish kerak. Sekin ozoqini bo'shatам. Ozoqqa mana bo'shab ketmasin. Sekin. Kulish qayga shuni tepan kulishini berib turdi. Bo'shatgan ozoqini. Bo'ldi, to'xta, kulish. Bo'shatasan meni kulishni mana. Ushlab turaydi, bo'shatgansan. Gazni kulish bilan bo'shatdi. Ne bo'shat. Bo'shat ko'ra bo'ldi, to'xta. Kulishni qo'ya olaylik, mana yechamiz buni. O'zini yechamiz. Bo'ldi, to'xta. Mana buni qo'yamiz-da, qara, qisib ko'ramiz. Qancha qisilgan ko'ramiz. Ko'rsam shiddan shaqqacha qisilgudimi? Qo'yguncha shuni bo'shatib qo'yamiz, bo'ldi faqat. Bo'ldi, yecha olib buni endi. Ko'raylik qancha qisilgan. Ol kulishdi. Yecha ichidagi kulishni ol. Ana yo'q, tegi narsa qo'yish kerak edi-da, hamma joy rasto bo'lmaydi. Qara, hammasi chiqqan yo'q deysan, yo'q chiqmagan. Ol, asta ol endi. Ol. Yog'ini shimita olishga eskilatdi bilan. Yo'q, bo'shib bering. Ha, to'kdinglar. Bo'ldi, ichidagi mana futurgani olaylik, bo'ldi. Futurga tushib ketdi o'zi yarim oy, ha. Bo'ldi, baqa kulish bilan urasa endi chiqib ketadi o'zi. Xo'p, yarim oy. Mana. Bo'ldi. Boradi bo'le. Mana tu. Endi o'lmagan shiqil bo'la. Sanliklari bor. Bo'ldi, ekan eshiklarni o'zini shutish uraverasan bemalol. Astagan ursang o'zi chiqib ketadi endi. Yo'q oqa akakas. Sekin ur.
Narsa qo'y, chiqmayapti-ku. Urg'an. Buni nasib. Qo'l narsa qo'yib uramiz. 3 bo'lsa kengaytiraveradi. Urdi. Bo'ldi. Chiqdi, sanliklari. Ol. Bitta yuvib ishga. Ha, yuvib, men kagas buni baqqalab urasan, bu chiqib ketadi. U chiqosh aqib chiqar ekan, totqan aqib chiqam. Chiqdim bo'ldi. Keldimagin chiqosh. Yuvib tozala. Istaganni o'zini yuvaman desang, ursang chiqib ketadi ichida bu ham. Shu o'qni o'zini tayyorlaysan-da, o'qni o'zini urib siltasang chiqib ketadi. Tushundingmi? Shaq chiqib ketadi. Ha. Mana. Ha, istaganni qo'ydi agar. Bo'ldi, meni urib qo'y. Yuvadi, yuvishtir yuvasan ha. Bo'ldi, yuvib tozala. Filtrga yopishtiramiz agar. Hop, ichki sanani chiqarishimiz. 1 kilo bo'lsa nima? Nexia'ning arx kapotini simi bu. Chiqarib oldik. Nexia'ning arx kapoti simi. Singanni chaqlaganmiz bo'ldi. Ishlarni tozalaganimizda chopga qilib prujinani qisqartirib qo'yamiz xulosa. Xo'p, bu sanani qoqish, eski sanani olamiz. Eski sanani birinchi bunga qo'ya olamiz. Yangi sanani prujinasini qisqartirib oldik. Yangisini qo'yamizda, tuzga qoqamiz. Uni bittaga tozalab olamiz. Atrofga bo'ldi. Hali bir. Kesken bu şekilde. Kıtal kısa kesken. Fotoğrafı. Fotoğrafı. Bu. Böyle gelmiş yapalım. Yine çıkar olanımız tam düşüyor. Çatı düştü oldu. Kabelan koyup deneyelim oldu. Böyle şekilde mi? İkisini çıkaralım. Şimdi tozal olanımızda. Hangisini koyalım? Buradan prujinasini qisqartirib olamiz oldirib qo'yamiz. Şimdi sonunda şagirdlar reji qiladi, o'ynatadi, ovoz chiqaradi. Yangi sanlik talaba boshlikdan yangi sanlikni qo'yib qo'yamiz. Hayır bak. Nasıl koydum? Bu yaşında şu. Ukka. Yaxshi lekin o'ziyam zo'r lekin qayerni oziqini qisqartiraveramiz. Bundan bo'ladi, shuncha qilgan ko'pinga bo'ladi. Ko'p kessam salli ichi qalin qoladi-na. Chiqaraveradi, prujina. Prujina chiqaraveradi. O'zi ko'p ishlagan hisobga Nexia'lar qisqartiradi. Lacetti jindak umuman qisqartirmaydi. Tamasi, ana qo'ydi. Ko'ramiz, qancha qo'yapti. O'sha yerda video qo'shma. Yangi sanani qo'yamiz. Kesgan bo'shatdi. Qotirasiz. Qotir. Bo'shatdi. Qotir. Ana bo'ldi, bo'shat. Qotirdi. Bo'shat.
ana cho'tga bo'lib olib. O'rmay cho'tga qo'yishga harakat qildik. Qanday ishlaydi bilmayman, xolos yaxshi ishlaysa kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Qani ish? Bunakida gap gapiradi, men gap qilyapman. Chiyor qolgani yig'ish jarayoni bo'ldi. Litol olib kelinglar. To'xta. Xo'p, litol stolli bunga. Bismillah. Qo'lni sildiramiz. Va ishatish o'rnatuvda 3 ta tish o'rnatuvda 1 2 3 mana. Tomondan litol tiqamiz. Tamam bo'lgan. Mana Nanti şey berasib fotoğraflar oldu. Üçte çıkıyordu lan. Bitti. İkide üç tuttuk bitti mi? Ben iki üç. Bu lan. Ha? Ben onu şeyi onu koyalım. Litol qo'yamiz. Mana video kamerachim bo'libdi. Pastda yana fotodan shu video olib qo'yib qo'yaversak, ha? Mana videoga qarab olamiz endi. Hop. Netgan do'stlar, tishini arasi, ikkita tishi aralig'i 3 ta. 3 ta araliq, ikkita tish ko'rinib turibdi. O'sha holatiga mana bo'ynakida yana bu tomonni ko'rsak, mana araliqchasi yaqindan bilan uzoqdan mana bo'ynakda aytganimizdek, mana shu tomonni turibdi. Bo'ldi. O'sha tomonni tepasanligini qo'ya olamiz, bo'lmasa mana shu yerdan tayyorlaymiz. Sanligini qisqartirish umuman keragi yo'q. Uchib qoldi. Telefon keldi ha? Zaryad. Zaryad nechib qoldi? Hech kim padarga qilmadi telefon. Qo'ying. Do ko'p qizdirmadinglar, qizdirmay o'sha ipingni. Qizdirmadi, ha? Tushadi ketdimi? Uzoqdan olib turib, mana ko'pam aniqmi, ko'rinib bo'ldi. Sharoq. Bo'ldi. Sheylardan qo'yamiz. Mana bo'ldi. Ishlar unchilgan, bo'ladi. Buni sanigini qo'yamiz. Hech ketib qolsa, pastdan shunday ursa, gaykan qo'yib, u sanigini shunday tekis qila oladi. Bo'ldi. Yoniga litol tutamiz. Buni qo'yamiz. Ikkita bunga urishimiz ham mana bunday xullas bo'ladi shuncha yumshatsa gita. Qisqincha qilib mana qisib ketmaslik kerak, o'zini ham qisib ketmaslik kerak. Gaz yurishimiz qani? Bo'ldi. Turkachadan qo'yib qo'yamiz. Tezga qo'yib olamiz. O'pish. Egasini qo'yib oldik.
tomonga egasini qo'shtiramiz. Bu geyka bilan bu geyka ikkalasi farq qiladi. Ya'ni almashtirib o'ldirib qo'ymaylar buni. Ko'pchilik ana shu almashtirib o'ldirib qo'yapti. To'g'rimi? Dem o'sha deyapman. Geyka farq qiladi ekan. Kim bilib qo'ygan yaxshi. Mana tomoni bo'lib bog'lasa, ot qapog'ini. xo'p, mana buni o'til. Hop, buni qo'yamiz. O'zini yasayotgan bo'ladi buni. Eskisi boshqacha, bu boshqacha. O'lmasini ichiga kabel chiqarsak, yana ham zo'r bo'ladi. Litol olib kelasan, litolni qo'yamiz. Mana bu qani? Ha, olib kelasizlarmi bo'lsa, bilaymiz. Litol sut olamiz yoniga. Yoniga litol sut olamiz. Chillamanglar, far. Yana litol sut olamiz. Bizning shogirdlar yutumi bor. Xo'p, bunga ham litol sut olamiz. Ko'z ko'ryapti. O'zini ketdi, ko'z ko'rmasin. Ko'z hammasi pishadi. Buni xudo xolasa, ba'zi bu tomon bo'ldi. Nima qilamiz? Buni qo'yamiz. Turkalar to'g'riligini ko'rib, keyin qotib qo'yamiz. Turkani qo'yib ko'rib, xo'p? Turkasini olib kel. Bu ham qani? U, ana to'g'ri kelibdi. Endi qolmadi. Yechamiz, tiqamiz. Mana uni kontrollaylik. 4 metrga ko'raveramiz buni. Xudo xolasa, rulay kolonkamiz tayyor. Sanliklarni qo'yib, penliklarni yettirgan ekan, penliklarni yangi qo'yib, taxlolli xudo xolasa chotka qilib, penlik 3 tomonini qo'tira olamiz. Hamma joyi qotdi. Xudo xolasa, moy oqmay, chotka tozagina yuradi mashinani. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib olasizlar. Telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz, xudo xolasa. Mashinamizga bosib, yig'ib beramiz, xudo xolasa chotka qilib.